Gitler. Gitlerni bilasizlar. Gitler haromi bo'lgan o'zi asli. Gitlerni dadasi unga ilishib, bunga ilakishib, o'zini xonadonida xizmatchi xotinni homilador qilib qo'yib, o'sha homilador xotindan tug'ilgan bola bo'lgan. Unga nisbatan juda yoshligida qattiq tazyiq bilan katta qilgan Gitlerni. Gitler borib o'sha alamni millatchiligidan olgan. Birinchi jahon urushida Germaniya yutqizgandan keyin bu Germaniyaning nomidan, ya'ni nemis irqini oliy irq qilaman, qolgan millatlarni qiraman deb oldiga maqsad qo'ygan. Oxir oqibat shu iqtidorga kelgan 70 million odamning yostig'ini qurishiga sabab bo'ldi shu odam. Ikkinchi jahon urushini boshladi. Yevropani aksar joyini bosib oldi, SSRga hujum qildi. Oxir oqibat mag'lub bo'ldi. O'zidan keyin shunaqangi katta bir yomon oqibat qoldirdi. Nimaga? Millatchi bo'lgani uchun. Biz millat qaysi millatdan bo'lishdan qat'iy nazar uni bizning oilamizning a'zosi deb bilamiz. Odamdan, havodan tarqagan deb bilamiz. Islomning bu qo'ygan ideyasi, ideologiyasi misli ko'rilmagan revolyutsion ideya bu. Butun insoniyatni birlashtiradi. Biz bir oilaning farzandlarimiz. Qarang. Nemisning fransuzdan, arabning turkdan ortiq joyi yo'q. Kullukum li Adam. Hammangiz odam bolasisiniz. Va Adam min turab. Odam tuproqdan yaratilgan. Inna akramakum indallohi atqakum. Sizlarni eng hurmatga loyiqinglar Alloh nazdida taqvodorrog'inglar, Allohdan qo'rqadiganrog'inglar. Ana mezon. Alloh taolo turli elat qabila qilib qo'yishligi bir-birimizga muhtoj qilib qo'yish uchun. Rossiya bilan Ukrainani urushida ko'pchilik o'yladiki, Rossiyaga ekonomik, siyosiy, ijtimoiy embargolar e'lon qilinadi, Rossiya cho'kadi deb o'yladi. Rossiya bu ekonomik embargo oqibatida uni ham o'zini boshqa mamlakatlarga narsa ya'ni beradigan ba'zi ekanligini isbotladi. Embargo bilan javob berdi. Butun dunyoda hozir krizis bong urib turibdi. Ya'ni nima ekan? Qur'onning oyati haq ekanmi? Biz hammamiz bir-birimiz bilan tanishib, gaplashib, bitta stolda o'tirib, mendagi bor narsani sizga, sizdagi bor narsani menga berishingiz evaziga yashashimiz kerak. Tinchlik bo'lish kerak. Tinchlik bo'lsa, butun dunyo saodatli hayotni kechiradi. Islom o'rtaga qo'ygan narsa insoniy tabiatga xitob bu. Islom faqat musulmonlarni dunyoda saodatini kafolatlamagan. Dunyoda islomning ta'limotiga amal qilsa, kofir ham saodat topaveradi dunyoda. Oxiratda mu'mindan boshqa odamga saodat yo'q. Nima uchun turli-tilli bo'lib ketgan ekanmiz? Bir-birimizga muhtojligimizni sezib turish uchun. Hech bitta davlat o'zi yakka hech kimdan hech narsa olmasdan yasha olmaydi. Nuqta. Dunyoni manaman degan lideriga shar'iy ma'noda, ya'ni islom ta'limoti bilan da'vo qilib gapiraman. O'zi yakka hech narsa qila olmaydi. Eng kuchli davlat Amerikami? Nimaga green card o'ynab odamlarni chaqirib yotibdi? Nimaga Iroqqa urush ochyapti? Nimaga Afg'onistonga kelib 20 yil Afg'onistonni so'rib yotdi zulukka o'xshab? Nimaga? Chunki muhtoj. O'sha yerdan narsa olish kerak. Bo'lmasa xalqini boqa olmaydi. Amerika to'polon bo'lyapti. Nimaga? Rossiya gazni rublga olasan deyapti. Neftni to'xtatib qo'yapti. Boshqa arab mamlakatlari neftni hozir dollarga sotmayman desin, Amerika degan davlat qolmaydi. Ya'ni aloqalar uzilib ketsin, hamma o'zi bilan o'zi bo'lsinchi. Qirg'iziston suvni bizga o'tkazishlikka biz muhtojmiz.
Qirg'iziston bizdan gaz olishlikka Qirg'iziston muhtoj. Bizdan narsa olish. Afg'oniston bizdan un olyapti, bug'doy olyapti, muhtoj. Qozog'iston bug'doy yetishtiradi, biz undan bug'doy olyapmiz. Rossiyaga meva eksport qilyapmiz. Hammasini bir-biriga bog'liqligi bor. Bu sistemalar bir oilamiz deb agar kelishib, sen ham inson, men ham inson, e'tiqodingga aralashma, o'rtada bir-birimizdan gaplashaylik deng, jamiyat obod bo'ladi. Bu obodlikni buzadigan narsa millatchilik. Men zo'rman, meni chegaram bo'lmasligi kerak. Putin gapiryapti, Rossiyaning chegarasi bo'lmasligi kerak. Putin janoblarining gapi noto'g'ri. Har narsaning chegarasi bor. Har narsaning chegarasi bor. O'sha chegarada bizning ham haqqimiz bor, huquqimiz bor. Turkiylar baland deb chiqib olgan Anvar Nazirga o'xshagan sharlatanlar, millatchi otasinikini tishlagan sharafsizlar. Nima degani u Turkiylar baland millat? Nima deganing u? Turk bo'lib tug'ilishlikka zakaz berdingmi sen o'zing? Sen turk bo'lib tug'ilding, Alloh tug'dirtirdi seni. Dunyoga sen turk bo'lib tug'ilganligingga bir fazilat yo'q seni, fazilating yo'q seni. Turkiy millatlarni qutqargan narsa islom. Turkiy millatlarni yuzaga chiqargan narsa islom. Islom bo'lmaganda edi Turkiylar Tangri xudosi, ko'k xudosi deb o'ligini qaynatib, suyagini ostonaga ko'mib yashab yurgan. Turkiy millatlarning tarixini o'qi. Islomga amal qilgani uchun turklar arablarning qo'lidan islom bayrog'ini oldi. Dunyoda turk millatining kuchini, quvvatini ko'rsatdi. Islomga, islom ta'limotini o'rtaga qo'ygani uchun. Lekin turk boshqa millatdan ustun degani emas. Meni gaplarimni yarmini kesib olib, sen kecha Putinni yaxshilayotding, Erdo'g'onni yomonlayotding deyapti. Tushunmasang, chekara tursangchi, sen mol bo'lsang, hamma xashak yeyishi kerak emas. Sen molsan. Xashakni sen yeysan. Biz xashak yemaymizki. Aytgan gapimizga javob beramiz. Savol bergan birodarimiz o'zingizga olmang bu gaplarni. Millat o'laroq turli tuman bo'lishligimiz Allohning irodasi. Va ja'alnakum shu'uban va qabaila. Va ja'alnakum biz qildik sizlarni deyapti Alloh taolo. Turli bo'lishligimizni Alloh imtihon qilib qo'ydi. Imtihon. Bizdagi fazilat boshqa millatda yo'q. Boshqa millatdagi fazilat bizda yo'q. Bu birlashganimizda, diplomatik aloqalarga stolga o'tirganimizda yuzaga keladi. Ba'zi ishni biz o'zimiz qila olmaymiz. Hamma qilish kerak. Ba'zi ishlar bor. Hozir ilmiy maydonda butun dunyo pul tikayotgan ishlar bor. Butun dunyo, Qozog'iston ham pul tikdi shunga. Nima u? Sun'iy quyosh yaratish, sun'iy quyosh, ya'ni katta bir energiya manbai yaratish. Katta mablag' tikilgan, katta pul tikilgan bunga. Xitoyda sun'iy quyosh mana yasatdi, Xitoy deb qarsak chalyapti, bilgan bilmagan odamlar. Xitoy emas u, butun dunyo 200 ga yaqin davlat, 150 ga yaqin davlat pul tikkan unga. Energiya u o'rtoq laboratorik ish u. Ana shu ishni qilish kerak. Meni chegaram bo'lmaydi deb unga bostirib borsa, u buni men fashist millatchiman deb Ukrainaga xalqini, ya'ni xalqiga xiyonat qilib o'tirib olgan Zelenskiy o'xshagan shutlar bo'lsa, u millat tinchimaydi u. Tinchimaydi. Turli tuman bo'lishligimiz Allohning irodasi. Tushunarligi? Bu ota-onamiz bitta ekanligini inkor qilmaydi bu versiya. Xo'p, do'stlar,